Assalomu alaykum, hurmatli aziz ota-onalar. Bugun sizlar bilan farzandlarimizni ilmga ishtiyoqini rivojlantirish va uni mustahkamlash bo'yicha 7 ta oltin qoida haqida gaplashamiz. Bu qoida va maslahatlar nevrologlar, doktorlar, psixologlar tomonidan ilmiy yondashuvga asoslangan bo'ladi. Birinchi qoida: oilada muhabbatni ustuvor qiling. Farzandning ilmga bo'lgan qiziqishi oiladagi iliqlikdan boshlanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolaga mehr, quloq solish va iliq muhit berilganda, uning miyasi yangi bilimlarni qabul qilishga yanada tayyor bo'ladi. Bu borada noto'g'ri yondashuv, men senga barcha sharoitlarni qilib berdim, endi faqat natija qilib berishing shart deyish. Lekin to'g'ri yondashuv qanaqa bo'ladi desak, men seni yaxshi ko'raman bolam, qo'llab-quvvatlayman. Har bir harakatlaring mana shu juda ham o'rinli, ya'ni muhim harakatlaring. Harakat qilishdan to'xtamagin. Sen harakat qil, men yoningda bo'laman. Natija o'zi keladi deyish bo'ladi. Ikkinchi qoida: farzandingizga o'rnak bo'ling. Kitobxon ota-ona, kitobxon farzandni tarbiya qiladi. Farzandlar eng kuchli o'qituvchini uyda ko'radi. Agar ota-ona o'zi kitob o'qisa, yangi bilimlarga intilsa, qiziqsa, farzand shunchaki taqlid qiladi. Bu borada noto'g'ri yondashuv farzandiga telefonni qo'yib, kitobingni o'qi, vazifangni bajar deb o'zi telefon titkilash. To'g'ri yondashuv bolaning yonida kitob o'qish, ilmiy videolar ko'rish va o'qiganini birgalikda fikr almashish hisoblanadi. Uchinchi qoida: natijani emas, jarayonni maqtang. Ilm bu musobaqa emas, sayohatdir. Farzandning ilmga bo'lgan ishtiyoqi so'nib qolmasligi uchun jarayonni maqtang. Natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Misol uchun, sen juda ham yaxshi harakat qilding, sendan faxrlanaman. Bu harakatlaring e'tirofga loyiq deb maqtab qo'ying. Natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Bu uslub farzandning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Bu borada noto'g'ri yondashuv: sen agar imtihondan o'tmasang, sen bilan gaplashmayman. Umuman qanaqadir shartlar qo'yishlik bilan bo'ladi. Lekin to'g'ri yondashuv, natija mukammal bo'lmasa ham, qanaqa natija olishidan qat'iy nazar, eng asosiysi sen harakatdan to'xtamading va harakat qilishing menga yoqdi deb uni maqtab qo'yishingiz. To'rtinchi qoida: savol berishdan cho'chimaydigan muhit yarating. Farzandingizni har bir savollarini jiddiy qabul qiling. Savoling juda yaxshi ekan deb gap boshlashingiz farzandni fikrlashga undaydi. Bu borada noto'g'ri yondashuv: farzandingiz sizga savol berganda, bu narsani nima qilasan, bilishing shart emas, boshimni qotirmagan deyishingiz. To'g'ri yondashuv: savoling qiziq ekan, kel birga javobini ko'ramiz, qidirishga harakat qilamiz, topamiz javobini deyishlik bo'ladi. Beshinchi qoida: farzandni ilmga qiziqtirgan holda sabr, toqat va mashaqqatga o'rgatish. Hamma narsa oson, qiziqarli bo'lishi yaxshi, lekin hammasi ham odatda, ya'ni hayotda oson bo'lavermaydi. O'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ladi. Buyuk olimlar, muvaffaqiyatli insonlar katta natijalarga osongina erishib qolishmagan. Uni orqasida katta mehnatlar, sabr, toqat va mashaqqat yotadi. Ya'ni shularning ortidan erishgan bo'ladi. Shu o'rinda nima qilish kerak? Qiyin narsadan qochmaslikka o'rgatish kerak. Misol uchun, boshida tushunmasang ham asta-sekin o'rganasan, mashaqqat o'sishga xizmat qiladi deb aytish kerak. Katta vazifani bo'lib, kichik qilib bajarishlikka o'rgatish kerak. Jarayondan zavqlanishni o'rgating. Mana sen sabr qilding, buni evaziga sen bu ishlarni uddalay olding deb bir ishni uddalay olganini e'tirof qilib qo'ying. Bu borada noto'g'ri yondashuv: qiyin bo'lsa qo'yaver, o'zingni qiynab nima qilasan? Bugun bo'lmasa ertaga qilarsan deyish. To'g'ri yondashuv qanaqa bo'ladi? Har qanday natija osonlik bilan erishilmaydi, ya'ni asta-sekin bo'ladi. Men senga ishonaman, seni qo'llab-quvvatlayman deysiz. 6-qoida: yaxshi rag'bat, ya'ni mukofot tizimini yo'lga qo'ying. Mukofot moddiy bo'lishi shart emas. Bu shirin bir so'z bo'lishi mumkin. Qandaydir siz bilan bo'lgan sayr bo'lishi mumkin yoki farzandingizni o'zi yoqtiradigan qandaydir mashg'ulotini birgalikda bajarishingiz bo'lishi mumkin. Asosiysi ilmni jazolash bilan emas, qanaqadir mukofot bilan, rag'bat bilan qilishga o'rgatish kerak. Noto'g'ri yondashuv: o'qimasang telefoningni olib qo'yaman yoki qandaydir boshqa qo'shimcha imtiyozlardan mahrum qilaman, ko'chaga chiqmaysan, o'ynamaysan, uni qandaydir xohishlarini
chegaralash bilan bo'ladi. To'g'ri yondashuv vazifangni qilganingdan keyin birga sayr qilamiz yoki sen yoqtirgan qanaqadir mashg'ulotlarni birgalikda bajaramiz deyish mumkin. 7-qoida. Ilmni shaxsiy missiyaga aylantiring. Farzandga ilmni shaxsiy maqsad va missiyaga bog'lash kerak. Farzandingizdan so'rang, kelajakda kim bo'lishni xohlaysan? Nimalarni o'zgartirishni xohlaysan? So'ng unga aynan ilm bu shaxs bo'lib yetishishiga ko'makdosh bo'lishini tushuntiring. Masalan, farzandingiz shifokor bo'lishni xohlayapti. Unga, ya'ni shifokor bo'lishida biologiya fanini chuqur bilishligi juda ham katta yordam berishini tushuntiring. Bu borada noto'g'ri yondashuv o'qi, chunki hamma o'qiydi, nima bo'lsa ham diplom olish kerak. Diplom olmagan odam, omma odam hech kimga foydasi tegmaydi degan yondashuv. To'g'ri yondashuv sen orzu qilgan joyga yetishing uchun ilm yo'li aniq kerak. Ya'ni sen shifokor bo'lmoqchisan, shifokor bo'lishliging uchun biologiya fanini chuqur bilishliging shart, usiz bo'lmaydi. Bu fanni bilmasdan o'zingni maqsadingga erisha olmaysan. Shuning uchun bu fanni o'rganishimiz kerak deyishimiz kerak. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aziz ota-onalar, farzandingiz ilmga bo'lgan muhabbatini, ya'ni majburiyat bilan emas, ishonch bilan, muhabbat bilan, ya'ni qiziqish bilan ilm olishligiga siz har qanaqangi sabablarini, harakatlarini qilishingiz kerak. Bu 7 qoidani hayotingizda, farzandingiz hayotida tatbiq qiladigan bo'lsangiz, farzandingizni ilmga bo'lgan muhabbati, unga bo'lgan ishtiyoqi, sa'y-harakatlari yana ham yaxshilanadi. Ilm olayotganda farzandingiz zerikib qoladigan bo'lmaydi. Unutmang, farzandingizga beradigan eng katta merosingiz farzandingizni ilmga bo'lgan muhabbatini uyg'otishdir. Shunga o'xshagan, ya'ni farzand tarbiyasidagi qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qilamiz.